Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Rover gulga, ya'ni turmucha ramkaga Z abraz gulimizni qanaqa qilib yopishtirib qo'yamiz. Bakilgilar shunaqa tarsovkani o'z yordamida kesib turib, tepani o'zi yopishtiradi. Birinchi o'rinda bos. Chilaydan olinsa, akfix yordamida. Ko'rganlaringdagi mashq holatlar kelib chiqadi. Aqalada tepani ham ko'rsatib qo'yasan. Choki-chokiga, guli-guliga keladi. Mana ramkamiz tayyor. Avvalambor tarsovka zo'r bo'lishi kerak, ya'ni aniq gradus, ya'ni 45 gradusda aniq kesib berish kerak. Qo'yish jarayonlarini ham ko'rasizlar, mana o'ziga shunday qolibgina bo'lib tushadi. Burchaklariga stiplerda urib olinadi. Bo'ldi shu. Ko'rganlaringdagi choki-chokiga, guli-guliga keladi deydi-yu. Kuzatishda davom etinglar. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol Usta Sardorbekka murojaat qilinglar. Ha, aytgancha, polni obzor qilamiz bitgandan so'ng. Laykni mixlab ketinglar. Rahmat.